Jaloliddin Rumiyning masnaviylarida bir rivoyat keltiradi. Bir boy hajga boraman deb haj uchun 2000 tillo atadi. Shunga haj ibodatini qilib ulug' joylarni ziyorat qilib kelaman dedi. Shu niyatda yurgan kunlardan birida o'g'li yig'lab kirib kelib qoldi. "Ha bolam, nimaga yig'lading?" "Qo'shnimizga kiruvdim, go'sht qovurib yeyishayotgan ekan. Yegim keluvdi, menga ol deyishmadi, berishmadi. Bizanikidan uncha-muncha nonni yeyishardi, lekin go'shtlardan yegim keldi, berishmadi." Boyda darg'azab bo'lib, "Qani yurchi?" Qo'shnisini eshigini tepib kirib, "Ha, go'sht yeb qoldinglarmi? Shu bolani qo'yni ketibdi go'shinglarga, uyda shuncha go'sht tursa ham, bir-birda berib qo'ysanglar nima bo'ladi? Men qo'y so'yib berardim sizlarga." "Qo'shnijon, 5 kun bo'ldi. Bolalarim bir-birda narsa totmashgan. Bolalarim qarasam ochlikdan o'zlaridan ketishyapti. Ko'chaga chiqib, yo Rabbim, bolalarimni endi rizqini qayerdan topdim desam, bir jarda harom o'lib yotgan molni ko'rdim. Allohim menga va bolalarimga bu narsa